Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Galar do'stlar. Meni yangina videomga xush kelibsizlar. Okey, har doimgidek poliz ekinlarga qarab chiqishimiz kerak. Poliz ekinidan ajoyibgina pul kelyapti. Meram 2 oydan beri maosh bermayapti. Okey, 2 oylik maoshimizni olib nimalarni qilamiz ekan? Bo'pti, bugun 2 oylik maoshimizni ham beradi. Bu poliz tezroq yig'ishtirib bo'lib, berni yoniga shoshilishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi obunachilar. Okey, va nihoyat 2 oylik kutilgan maosha. Bitta olamiz. Ularni ekib tashlaymiz. Mana bunday qilamiz, bo'ldi. Endi esa kartoshkalarni ekamiz. Shu fermada ham ajoyib daromad kelyapti. Ertalabdan sahardan turib mazza qilib eksa bo'ladi. Okey. Bu kartoshkalarni ham eksak. Shitilla hali fermaga ekishmayapti, chunki men issiqxona qurib qishda ham shu fermaga qaradim obunachilar. Shitilla esa poliz ekinlarni omborxonaga terib qo'yishdi. Menimcha mart oyi kelganda ekib olishadi. Okey, sizlar esa kanalga obuna bo'lib like bosinglar. Shunda yangi video tezroq chiqadi. Men uchun ham motivatsiya bo'ladi. 2000 ta obunachiga oz qoldi, iltimos. Okey, merni yoniga borib sabzavotlarni tashishimiz kerak. Okey. Assalomu alaykum janob ber. Okey, keldim mana. Yo, tojingiz yo'qmi? Tojingizni nima qildingiz? Shunchaki yuvishga berib yubordim. Tushunarli. Bo'pti, men poliz ekinlarni olib kelgandim. Berchi. Mana sizga poliz ekinlari. Mana aytgancha maosh tayyormi? Orqadagi bochkada turibdi. Mana shundami? Shunda. Okey, yo 2 stak mana nihoyat. Lekin biz 2 stak kelishgandik, 21 ta bor-ku. U senga bonusga. Nima bonusga? Rahmat janob mer. Sen juda ham zo'r ishlaysan, menga yoqasan shuning uchun. Bo'pti, xayr. Senga ham xayr. Okey, obunachilar, ko'rdinglarmi? 21 ta bonusga beryordi. Sizlarga ham maslahat, yaxshi ishlaydi, shunda bonusga ham beradi. Boy ham ko'chib ketdi. Bo'pti, mana bu yerdan boraychi. Nima bu to'siq bilan o'ralganmi? Nima to'siq bilan o'ralganmi? Qayerdan keldi bu to'siq? Yo, bu to'siq qayerdan keldi? Galar aka, nima qilyapsiz bu yerdan? Bu yerdan kirish mumkin emas. Nimaga kirish mumkin emas? Oddiy yo'l-ku, men bu yerda har doim o'tirgan. Yo, nima bu? Aytdim, o'ziga kirish mumkin emas-ku. Nimaga kirish mumkin emas axir? Bilmadim lekin. Yo. Bilmadim lekin, bo'pti. Juda ham shubhali-da. Tak. Okey, shubhali ko'rinyapti, lekin shu jitil. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Va kommentariyaga ham o'zingiz video haqida izohingizni ham yozing. Okey, boy ko'chib ketganiga ham ancha bo'ldi, zerikib ham ketdim. Bo'pti, qo'shni bilan ozgina gaplashaychi. Salom qo'shni, yaxshimisan? Salom Galar. Uyga mehmon chaqirmaganmiding? Yo'q, nima edi? Seni uyingda bitta jitil kirib chiqib yuribdi. Nima? Qanaqa jitil? Bilmadim, lekin obunachilar, bizning uyimizda qanaqadir jitil kirib chiqib yurgan ekan. Menimcha kamera o'rnatamiz shekilli. Okey. Bo'pti, men yangi kompyuter stop. G'alatiroq, xuddi oyog'im kirib ketmoqchi bo'lgandek. Boyagi yerning ustiga chiqqandim-ku, o'shanaqa deb bo'lyapti. Bo'pti, e'tiborchanib beramiz, kompyuter o'ynaydi. Tak, stop. Kompyuter yonib qolganmi? Yo'q. Buni qarang, kompyuter yonib qolgan. Oppo, bu kompyuter yonib qolgan, lekin men eslayman, aniq o'chirgandim kompyuterni. Menimcha rostdan ham kamera o'rnatamiz shekilli. Tak, xo'sh, bo'pti. Kompyuterni o'chirib qo'yay. Mer bilan ozgina suhbatlashaman. Tak, merni yoniga borib ozgina suhbatlashamiz. Undan avval nima qilsam ekan uyda? Menimcha siz instrumentlarni tashab keyin boraman men. Pullar tursin, chunki pullar boshqa olib ketishi mumkin jitil. O'sha sirli kimsa bo'pti. Merni yonida gaplashamiz ozgina. Okey. Siz bilan ajoyib suhbat qildik janob ber. Sen bilan ham xayr. Obunachilar, mazza qilib mer bilan suhbatlashdik. Mazza qildik, to'g'ri.
ichimdan tog'ir ag'darilganday bo'ldi. Bo'pti, uyimga qaytay, dam olaman. Shuncha bu ish bo'lib ketdi. Bo'pti. Xo'sh, pullarni sandiqqa solib, tak stop nima? Instrumentlarni joyi o'zgarib qolganmi? Aniq esimda, videoni orqaga qaytarib ko'rishingiz mumkin. Instrumentlari joyi o'zgargan. Nima yomg'ir ham yog'yapti. Bo'pti, uxlavoramiz, ertaga bu muammo haqida gaplashamiz. Tak bo'pti, uxlavoramiz obunachilar. Okey, ertalab bo'ldi, endi shu muammo haqida gaplashamiz. Instrumentlarni joyi o'zgarib qolgan, mana ko'rishingiz mumkin. Instrumentlar joyi o'zgargan. Menimcha kamera sotib olamiz, bilmadim lekin. Kamera sotib olish kerak shekilli. Kamera sotib olamiz. Sotuvchining uyi qayerda edi? Adashmasam, merning yonidagi to'g'risidagi uy edi. Mana shu, mana topdim uyni. Bu do'konlarni o'zgartirib olsam ketadi. Salom Jitir. Salom, senga qanday yordam bera olaman? Menga kamera kerak. Okey, mana. Mana arzongina narxlarda, tanish-bilishchilik zo'rda. Ha, to'g'ri aytasan. Sen ham 4 yillik do'stimsan. Bo'pti. Meni chin do'stim ham bor. Kimligini aytsang bo'lardi? Yo'q, bu sir. Okey. Bo'pti. Sizlarga haqiqiy do'stim kimligini aytsam, ham Kel Pro. Uni kanali kommentariyada silkasini qo'yib qo'yaman. Sizlar o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. U bola ajoyib videolar chiqaradi. Menimcha shu videoni ko'rib ham rosa maza qilsa kerak u. Bo'pti. Biz 2000 ta bo'lishimiz kerak. Bo'pti, kamerani tashkil qilish kerak. Yo'q, nima bo'lmayapti. Xo'sh, buni olamiz, yana ulab ko'ramiz. Bo'ldi, ishlayapti. Soatdek ishlayapti. Mana tungi ko'rish ham bor ekan. Bo'ldi. Okey. Bug bo'ldi shekilli. Nima qilsam ekan? Eshikni ochamiz, kiramiz, uyga kamera o'rnatamiz. Hazillashdim. Okey, men bu yotoqni o'rniga o'rnatsam zo'r bo'lardi. Men o'rnatdim. Bo'ldi, endi buni ham tekshirib ko'ramiz. Okey, ikkinchi kamera normal soatdek ishlayapti. Endi uchinchi kamerani qanaqa qilib o'rnatsam ekan, qayerga o'rnatsam ekan? Masalan, qo'shnimning uyiga, nega endi yo'q? Qo'shnidan so'rab ko'rish kerak. Qo'shnichilik, mingilchilik. Salom qo'shni, men seni uyingga kamera o'rnatsam bo'ladimi? Ha, albatta o'rnataver. Okey, bo'ldi. O'rnatsak bo'ladi. Qayerga o'rnatsam ekan? Yon tomonlarini ko'rish uchun menga kamera o'rnatishim kerak. Uchun masjidga o'rnatsam bo'ladi. Mana masjidga o'rnatamiz obunachilar. Mana bo'ldi. O'rnatdik 3-kamera ham soatdek. Bo'ldi obunachilar. Sizlarga shunaqa modlar kerak bo'lsa, mana Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanaliga silka esa kommentariyada. Okey, oxirgi kamerani qayerga o'rnatsam kerak? Mana shu uzun binoga o'rnatib qo'yamiz. Bo'ldi. Ulab qo'yamiz, bo'ldi. 4-kamera soatdek. Normalni ko'ryapti. Uyimizdan kimdir chiqsa, shuni ko'rishingiz ham normalni. Bo'pti. Okey, izurdan bo'tga qo'yib qo'ysak, endi esa ozgina kutamiz obunachilar. Menimcha keladi u, albatta. Men uyda yo'qligimda kirib kelib ketdi. Bo'pti, kutamiz. Mana ertalab ham bo'pti. Bu 4 kundan beri hech kim kameraga tushgani yo'q. 4 kun o'tirdim, shu kameraga hech kim tushgani yo'q obunachilar. Kameraga hech kim tushmadi. Endi esa nima qilsak ekan? Kameraga ba'zir hech kim tushmadi. Shu yotog'im g'irchillab asab ketdi boru 4 kun yotib bellarim qotib ketdi. Bo'pti, massajga boraman shekilli. Massajni opa massazni itini yoratdi. Bo'pti, uyga boraychi, dam olaman, ozgina uxlab. Yangi kravat olaman shekilli bu ketishda. Bosh kravatam jonga tegdi. Menimcha tagida nimadir bor shuni. Tagini buzib ko'raylikchi obunachilar. Kirkan olay. Mashta kuka bor edi, bor ekan. Bo'ptini buzamiz. Endi esa bo'ptini ham buzamiz. Bo'pti ham bor ekan. Normalni bo'pti. Yo'mayo, tunel. Yo'q, qanaqadir sandiq. Sandiq tagida hech nima yo'q. Hech nima yo'q odatda. Bo'pti, qanaqa uyda ekan u bilmadim, lekin sandiqqa qanaqadir uy borgandek bo'lgandi. Ko'raylikchi borib, kravatni o'rnatay. Bo'ldi. Bunday qilamiz. Bo'ldi, eshikni ochib ko'raylikchi qaysi uy ekan bilmadim, lekin uyning tagida tunel paydo bo'lgan.
Oppo, bu ham bo'sh o'ra bo'ladi-ku, la'nati. Balki maniyak kirib chiqib yurgandir. Bo'lishi mumkin. Okey, bu uydir balki. Yo'q, bu omborxona-ku. To'xtanglar. Faqat bitta sandiqni shunday yechib qo'yadi. Mana shu uy aniq 100%. Yo, bu eshikka nima bo'lgan buni? Yo, nima? Mana shu uy aniq. Yo, bu balki bu emasdir. Yo, to'xta. Adashmasam sandiq shunday qo'yilgan edi. Sandiq shunday qo'yilgan edi. To'xta, uyni yaxshilab tekshirishim kerak. To'xta. Mana topildi o'sha yer, to'lama qaragan yer. O'sha uy. O'sha uy, da. Ya, kelyapti aka. Nima qilyapsiz bu yerda? To'xta, sen menga hammasini tushuntirib ber. Bu yerda sen qanaqa qilib meni uyimda tunnel qurding, nimaga tunnel qurding? Bu yoqqa sen bilan gaplashamiz. Yo'q. To'xta, qatga qochib ba'zi bir tutib olaman-ku. Sizni kompyuteringiz o'ynamoqchi edim. O'yinlarda hammasini ko'taradi, kuchli. Nima, men o'zimdan so'rasang o'larsanmi? To'xta, ba'zi bir yetib olsam, ba'zi bir ushlab olaman. Sen qocha olmaysan mendan. Shunchaki so'rashga uyalgandim. Nima? So'rashga uyalgandim. Uyimga kirib chiqib yurishga begona emasda qo'shnining uyiga so'ramasdan kirib chiqishga uyalmay, kompyuter so'rashga uyaldingmi? So'rasa ham berardim, obunachilar ko'rdinglar. Yo'q, men o'zimning yon qo'shnim ekan. Ba'zi bir uyini bilaman-ku, ba'zi bir qaytib kelganda ta'zirini berib qo'yaman. Menimcha bir hafta og'riq ta'zirini yeyishni unuta olmasa kerak-ku, meni mushlarimni.